Domla sizu stavkangiz bor. Puldorlarga egilib ming bor. Dunyodagi eng zo'r tadbirkor dinni kasb qilgan imomlar. Kambag'alga boqmaysiz qiyoq. Na oriz bor, na sizda hayo. Fursat berdi sizlarga Xudo. Diniy kontent, hoy blogerlar. Masjid uchun yig'asizda pul. Qo'yningizda qancha beva tul. Ko'ksingizga urasiz nuqul. Ehson qiling, hoy musulmonlar. Yig'ib dachangiz bitdi. Basharangiz ochilib ketdi. Omilar sig'inib ketdi. Siz gipnozchi yo sehrgarlar. Biznes sizga to'y marosimlar. Pulga o'qib sug'ura yosillar. Maishatda siz ishib qorinlar. Bir kun oxir xola abgorlar. Mashhur bo'lib selfilar qildingiz. Musofirni qul deb ham bildingiz. Kibrlanib kerilib o'ldingiz. Ey minbarga yopishgan itlar. Ko'p xotinlik harom ekanmish. Muvahhidlar yomon ekanmish. Itga o'xshab qayrayvermang tish. Ko'zni oching, hayol faraslar. Qullik qilib qo'lini o'ping. Ochib bersa ko'tini o'ping. Ular uchun sizlar itga teng sig'inayotgan imom faraslar. Bir tiyin olmay kelganmi to'yga? So'rasangiz qaraydi qo'lga. Qancha bermang to'ymaydi pulga. Galstuklik hoy biznesmenlar. Haqni gapirganga chopasan betga. Minbarda qorisan, hayotda ko'cha. Qasr uy tagingda inamarkalar. Odam 200lamachi bo'lurmi shuncha? Hoy sen quyon yurak, imom akalar. Rasulullohning sunnatlarini qarang. Qanaqa zot bo'lganlar sallallohu alayhi vasallam. Bu asrorli gapiga na kulishimni bilaman, na yig'ilishimni bilaman. Subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblar bilan o'tirsalar, Ikrima kelyapgan bo'lsa, Ikrima kelyapti. Otasi haqida gapirmaylar. Uni ko'yniga tegadi, qalbi og'rimasin degan gaplarni hozir bu ko'tarib chiqib Rasulullohning sunnatlarini qarang, qanaqa go'zal. Nimaga o'sha go'zal sunnat sanda yo'q? Nimaga sen hammani adashganga chiqarasan? Vatangado deysan, vatan xoini deysan, vahobiy deysan, adashgan deysan, valadi zino deysan, ya'ni otasini teyini yo'q deysan, onang bilan zino qilishni bas qil deysan. Yana nima qilishim kerak? Xotiningdan kaltak yeysan. Hamma narsa bor sanda. Nimaga Rasulullohni sallallohu alayhi vasallamning sunnati sanda yo'q? Qani shunga o'zing ham bir javob berchi. Keyin senga ergashamiz inshaalloh.